ne ko'z bilan qarayki. Barsik suyagini solgani kamdey yonidagi sharikchalar ham kirib ketdi. Ko'rib men zo'rg'a chidab turdim. Kelinim qanday chidayotganiga hayronman. Shu payt Ana go'zallarimga yana yengilini bombasini olib kelgan bo'lsam kerak. Qizlar er xotinga bemalol to'g'ri keladigan, orgazm his qildiradigan, hissiyotni shunaqangi vobshe chotga oshirib beradigan, hechsiz tamsiz qizlarjonlar eringlarga shunday choyga tomizib berasizlar. Orqanglardan dimga o'xshab yuradi-yu qizlar. Kimga kerak emas bunaqa narsa? Qizlarim uchun hissiyotni oshirib beradigan, aloqa vaqtini cho'zib beradigan, o'zinglar uchun orgazmni his qildirib beradigan, mazza qildirib yoradigan, miyanglarni dam oldirib yoradigan o'sha kaplelarim keldi qizlar. Sizlar uchun olib keldim. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham bemalol bo'ladi qizlarjonlar. Tez davolamizda narxlari mana tepada yozilgan. Hammalarni yaxshi ko'raman. Effektini sinaganim uchun aytayapman qizlarjonlar. Salom toychog'ini qo'liga o'rgatib qo'ygan o'zimni ashaddiy muxlislarim. Negativlarga taalluqli. Bugungi hikoyam vobshe axuyetelni bo'ladi. Ruchnoyni tortmasangiz, pulemotingiz otib aniq ishonchangizni hol qiladi. Tuflab oling boshladik asallarim. Men 25 yil davomida bu uyda bekalik qildim, bolamni voyaga yetkazdim, erimning xizmatini qildim, qoni-qoshni orasida obro, izzat qozondim. Shuncha yildan so'ng nihoyat oglim uylandi, uyimizga yangi kelin kirib keldi. Mana shu kunlardan boshlab hayotimda o'zgarishlar boshlandi. Kelinim Kamola o'ziga yarasha muloyim, jimgina, bosh egib yuradigan qiz. Dastlabki kunlari juda ko'nglimga yoqqandi. Faolligi bilan emas, sokinligi bilan qalbimni tortgandi. Shu bilan birga men ayolman, ko'nglim sezgir, har bir mayda o'zgarish ham menga darrov ko'rinib qoladi. Ayniqsa uyda yillar davomida tartib o'rnatgan odam uchun har bir galati holat menga zarba bo'ladi. Kamola kelganidan bir hafta o'tib uyda galati, tushunarsiz mayin shivirlar paydo bo'la boshladi. Buni ilk orlari kechalari eshitardim. Go'yo kimdir hovlida pichirlab nimadir derdi. Men 1-2 marta derazadan qaradim, hech kim yo'q. Bu shivirlar menga tasodifday tuyulgandi. Ammo keyin bir kuni tun yarimda uyg'onib ketdim. Hovlidan kelgan past ovoz meni o'rnimdan turishga majbur qildi. Uyinga borib ohista pardani ko'tardim. Kelinim hovli o'rtasida tiz cho'kkancha nimadir qilayotganday edi. Uning qarshisida esa bizning katta qora itimiz Barsik turardi. Barsik oila a'zosi. Mening erim uni bolaligidan boqib kelgandi. Lekin kelinimning bu hayvonga bunchalik yaqinligini men hali ko'rmagan edim. Kelinim itning bo'ynidan mahkam quchoqlardi. It esa past ovozda uvullardi. Lekin bu uvullash qo'rqinchli emas, galati mayin edi, go'yo kelinimni yupatayotganday. Ularning yaqinlik darajasi menga yoqmadi. Ichimda allaqanday sovuq shubha uyg'ondi. Bu nima bo'lishi mumkin? Dedim o'zimga. Ayolning tasavvuri ba'zan o'zidan ozib ketadi. Yillar davomida ne gaplarni eshitganman, qon toshqini bo'ladigan fojialarni ham ko'rganman. Shu tun miyada dahshatli shubha ildiz otib ulgurdi. Lekin o'sha payt o'zimni ovutdim. Yo'q, Kamola bunaqa tubanlikka tushmaydi. Balki qo'rqgandir. Balki uyga o'rgana olmayapti. Balki it bilan o'ynayotgandir. Ammo yuragim ishongisi kelmasdi. Uning itga qarab ohista pichirlab nimadir aytishi, itning unga suykalishi, ularning juda yaqin ko'rinishi menga tinchlik bermadi. O'sha tun jim kuzatib turdim-yu, ichim-ku ot bo'lib yonardi. Ertasi kuni Kamolaga hech narsa demadim. Ammo uni kuzatdim. U kunduzlari odatdagidek ishlarini qilardi, menga hurmat bilan gapirardi, hatto bir pasga boshini egib, "Oyi, siz charchamadingizmi?" deb so'rardi. Uning sokinligi ortida bir sir yashirinayotgandek edi. Men buni his qilardim. Tun bo'lganda esa yana shu holat takrorlandi. Kelinim kechasi soat 3larda hovliga chiqardi. Atrofga xavotir bilan qarardi. So'ng qo'llarini cho'ntagiga tiqib pastga qarab yurardi. Barsik esa qayerdandir birdan paydo bo'lardi, go'yo ularni bir kuch tortayotgandek. Bu safar oldingidan ham yaqinroq edilar. Kelinim itning yoniga o'tirdi, boshini uning yelkasiga qo'ydi. It bo'lsa past ovozda uvullab uning yuziga suykalar, har safar unga tasalli berayotganday edi. Bu manzara ichimni yondirdi. Axir men uni oglim uchun olib kelganman. Shumi mening tanlagan kelinim? Nega tunda it bilan? Bu savollar meni tinch qo'ymadi. Kunlar o'tdi.
Kuzatishim kuchaydi. Shubham esa tobora kattalashdi. Bir kuni u oshxonada yuvinishga tayyor bo'larkan, telefoniga xabar keldi. Ekran yondi. Tasodifan ko'rib qoldim. Xabar kimdandir emasdi, video kameradan kelgandi. Uy hovlisidagi harakat haqida avtomatik ogohlantirish. Lekin qaysi vaqtda kelganini ko'rib qotib qoldim. Soat 1:57. Yana o'sha vaqt. U yana it oldiga chiqadigan payt. Demak, u o'zi ham kuzatardi. Nimani kuzatar? Kimdan yashirar? Bu savollar yana qalbimni tirnadi. Bir kun uydagilar shift o'rnatishayotganida men tasodifan uning xonasiga kirib qoldim. Stol ustida kichik qora daftar ochiq yotar edi. O'qish niyatim yo'q edi, lekin ko'zim tushib qoldi. U yana kechasi chiqdi. Men qo'rqmayman. Lekin u hali meni tanimadi. Tez orada biladi. Bu satrlar meni titratib yubordi. Bu kimga qaratilgan? U kim? Nega hali tanimadi? Ko'nglimdagi shubha kattalashib borardi. Kelinimning yuzida so'nggi paytlarda galati ojizlik, charchoq, qo'rquv, bir paytda sirli tabassum ham paydo bo'lgandi. Oglim esa hech narsani sezmas, ishidan kech kelib togri yotib qolardi. Men esa har kecha uyqudan mahrum edim. Kechalardan biri shunchalik dahshatli bo'ldiki, men uni hech qachon unutolmayman. O'sha tun yotogimdan chiqdim-u, yana hovliga ohista qaradim. Kelinim o'sha yerda edi. Barsik ham. Lekin bu safar ular yanada yaqinroq ko'rinardi. Kelinim itning bo'yniga boshini qo'yib olgan, it esa har safar kelinimning yuziga labini tekkizib uvillab nafas olardi. Men hayratdan qotdim. Bu nima? Nahotki? Yo'q, bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Shu payt kelinim birdan titrab yubordi, qo'llarini itning bo'yniga qattiqroq o'rab oldi. Ovoz chiqardi. Uvushdek, ohangdek, ba'zan hatto sekinroq qichqiriqdek eshitilardi. Bu meni butunlay sindirdi. Orqamga qaytdim, lekin yura olmadim. Nafasim qisildi, ko'zlarimdan yosh chiqdi. Men buni qanday to'xtataman? Oglimga aytsam ishonarmikan? Men xato qilyapmanmi? Balki bunga boshqa izoh bordir. Lekin ko'rganim oz-kozim bilan edi. Kunlar shu tensiyadan o'tdi. Men asta-sekin Kamoladan uzoqlasha boshladim. O'zimni tutib tursa ham, unga nisbatan ichimda issiqlik qolmadi. Har bir harakati menga sun'iy tuyulardi. Hatto u choy damlab, "Oyi, issiq iching" desa ham ichimdan bilaman kechasi nima qilganingni derdim. Lekin unga hech narsa bildirmadim. Sirayapganman, kuzatayapman. Lekin jumboq yechilmayapti. Bir kuni uyimizga mehmonlar keldi. Biz katta dasturxon yozdik. Kamola esa pazandaligi bilan hammaga yoqib tushdi. Hammani ehtiyot qilib, hurmat bilan xizmat qildi. Hammaning ko'zida u ideal kelin edi. Faqat mening dilingina qon edi. Shu orada hovlida galati izlar paydo bo'la boshladi. Go'yo kimdir kechasi panjaradan sakragandek chuqur tirnalgan izlar. Barsik esa ba'zan tunda gazab bilan hurardi, go'yo kimdir uni bezovta qilayotgandek. Men buni ham kuzatdim. Lekin kelinim tunda chiqishni davom ettirdi. Bir safar oglimga aytmoqchi bo'ldim. "Bolam, Kamolani kuzatyapsanmi? Uning kechasi hovliga chiqishlari." Oglim kulib qo'ydi. "Oyi, u uyda bo'lishga hali ko'nikmayapti. Havo olishga chiqadi-da." Men ichimdan baqirgim keldi. "Yo'q, havo olish emas. Men ko'rdim. Men bilaman." Ammo tilim bormadi. Oglimning ko'zlaridagi ishonchni sindirishga qo'rqdim. Kechalardan biri baribir toqatim toq bo'ldi. Qalban chidolmadi. O'sha tun jumboqni ochishga qaror qildim. U kechasi yana hovliga chiqdi. Men ham ortidan, lekin bu safar yashirinmasdan. Hovliga chiqdim. "Kamola!" deb baqirdim. U chochib ketdi, orqasiga o'girildi. Ko'zlari yoshga to'la edi. Barsik esa uning yonida turardi, ammo bu safar uvillamas edi, gazab bilan menga qarardi. Men o'zimni qo'lga oldim. "Nima qilyapsan? Kechalari it bilan bu holat. Men hamma narsani ko'rdim. Mendan yashirishning foydasi yo'q." Kamola bir qadam orqaga tisarildi. Ko'zlari nihoyatda qo'rquv bilan to'la edi. "Oyi,
Men siz o'ylagandek emasman. Unda tushuntir, dedim baqirib. Nima bu? Nega har kecha Barsik bilan? Kelinim qo'llarini qaltiratib yerga o'tirdi. Uning butun vujudi titrardi. Oyi, men bir narsani yashiryapman. Lekin bu uyat emas. Bu gunoh emas. Bu men sizlardan yashirgan dardim. Men tushunmadim. Qanaqa dard? Kamola bir zum indamadi. So'ng asta qo'lini ko'kragiga qo'ydi. Oyi, men homiladorman. Men seskanib ketdim. Xo'sh, bu nima aloqasi it bilan? Kelinim boshini egdi. Men har kecha qattiq qo'rqib uygonaman. Tunda yuragim qattiq uradi, qornim tortilib og'riydi. Oglingiz ishda bo'ladi. Men esa yolg'izman va o'zimni yomon his qilaman. Barsik esa meni himoya qiladi. U menga qo'rqmayman, yolg'iz emassan deganday suykaladi. Men esa o'tirib yiglab olaman. Hammasi shu. Men sizga aytmoqchi edim, lekin siz meni noto'g'ri tushunasiz deb qo'rqdim.